Salom barchaga. Aziz opa-singillarim, bugun jonli efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Bugun 28-iyul jonli efirni boshlaymiz. Ijodkor obunachilarim, xayrli kech. Jonli efir orqali bugungi 4 ta g'olibimizni aniqlaymiz. Jonli efirimiz uzoq cho'zilmaydi. Bu o'yinimizda kimlar g'olib bo'ladi? Eng aktiv kommentdagi do'stlar atmetkalari, stories atmetkalari, reaksiyalar va repost qilganlar ushbu harakatlarni bajarib eng ko'p ball to'plagan 4 ta ishtirokchimizni aniqlaymiz. Hozir soat 21:55, rovna 22:00 da o'yin to'xtatiladi. Hop, eslatib o'taman, birinchi o'rin g'olibi dugonalar kursi nabori bilan, ikkinchi o'rin g'olibasi Klara kursi nabori bilan, uchinchi o'ringa Alisa kursi va 4-chi o'ringa Roza kursi naborlari bilan o'yinimizda 53 ta ishtirokchi ishtirok etishgan. Bu juda ham yaxshi natija. Boshida o'yin o'ynaganimizda ishtirokchilar soni juda ham kam bo'lgan. Hozir bu juda ham yaxshi. Mana 22:00 bo'ldi. Kiraman va o'yinni to'xtatdim. Mana o'yin to'xtadi. Endi ko'ramiz birinchi o'rin g'olibasini kimligini. Mana birinchi o'rin g'olibasi Muslima Soliha 21:22 Instagram profillari. Tabriklayman. Dugonalar kursi nabori bilan va yangi hunarga ega bo'lganingiz bilan tabriklayman. Albatta aloqaga chiqamiz va naborni yuboramiz. Ikkinchi g'olibamiz Muso 02122 Instagram profillari. Mana ballari. Agar sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, sizlarga aniq ko'rinyaptimi? Bular Klara naborini yutib oldilar. Ikkinchi g'olibamiz Muso 02122 Klara naborini yuboramiz ularga. Tabriklayman. Uchinchi o'rin g'olibasi esa Gulbahor Muhammadjonova 1990. Ular Alisa naborini yutib oldilar. Va Xolida Alisherovna 4-chi g'olibamiz, 4-chi o'rin g'olibamiz bu Roza naborini yutib oldilar. Bu naborni ham juda yaxshi ko'raman. Buni texnikasidan doimo buyurtmalarga mana shu texnikadan foydalanaman. Tabriklayman. Barcha qatnashgan ishtirokchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xafa bo'lish yo'q. Hali yana imkon qadar yana o'yinlar tashkil qilishga harakat qilaman. Bu to'plamlar shunchaki to'plamlar emas. Sizlarga yuboradigan emotsiya to'plamlarini tikib, tayyor kukla holatida qo'lingizga olganingizdan so'ng haqiqiy emotsiyani his qilasiz. Sizlardan mana shunday emotsiya ta'rifini va tayyor kukla odzivini kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Aktivlik uchun barcha ishtirokchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana birinchi o'rin g'olibasi Muslima Soliha 21:22, Muso 02122, Gulbahor Muhammadjonova 1990 va Xolida Alisherova. Mana 4 ta Instagram profillari va bajargan barcha reaksiyalari, barcha harakatlari, mana ballari. Bu o'yinimiz Xudo xohlasa imkon qadar yana o'yinlar tashkil qilaman. Xafa bo'lish yo'q. Aktivlik uchun barcha obunachilarimga minnatdorchilik bildiraman. Xayrli tun. Rahmat.